Assalomu alaykum, yana bir bor barchaga. Bugun sizlar bilan yana ajoyib bir misolni, ya'ni murakkab funksiyadan hosil olish mavzusini o'tamiz. Xudo xohlasa bu asosan adashmasam oliy matematika bo'ladi. Xususiy hosila degan tushuncha. Qarang, mana bizda mana bunaqa murakkab ko'rinishdagi funksiya berilgan. Qarasalaringiz, bu z'imiz biz elementar funksiyada fx deb o'rganganmiz. Ya'ni fximiz bu bitta x noma'lum o'zgaruvchiga bog'liq bo'lgan. Bu yerda z'imiz o'sha bu yerda fx o'rnida z kelyapti, faqat z'imiz ikkita o'zgaruvchiga bog'liq. Qarasalaringiz, bu yerda x ga ham bog'liq, y ga ham bog'liq. O'shanaqa vaziyatda bizda o'sha xususiy hosila degan narsa yuzaga keladi. Bu xususiy hosila mana bizda o'sha z funksiyamizdan y bo'yicha xususiy hosilani so'rayapti ekan. Mana bunaqa belgi kelsa, bu xususiy hosila ekanligini tushunishimiz kerak. Xo'p, buni qanaqa qilib bajaramiz? Xususiy hosila ham xuddi shu oddiy o'zimiz misol uchun fx funksiyani x bo'yicha olamiz-ku, to'g'rimi? O'sha yerda sonlar qatnashadi. Son bu fx funksiyaga bog'liq emas. Buni shunaqadir misol uchun qanaqadir a, b noma'lum qatnashsa ham uni biz x ga bog'liq emas, qanaqadir konstant deb qaraymiz. Xuddi shunaqa bu yerda misol uchun y bo'yicha olyapmizmi? Sinus x, ya'ni x o'zgaruvchi y ga nisbatan bir-biriga bog'liq emas. Shuning uchun y ga nisbatan qanaqadir bir konstant qilamiz. Y bo'yicha hosil olyapmizmi? X funksiyamiz, ya'ni x qatnashgan bo'lsa ham uni y ga nisbatan konstant deb qaraymiz. Tushunarlimi? Shu tartibda olinadi. Endi bizda qarasalaringiz, z teng 3 darajasi sinus x ning y-nchi darajasi. O'shandan biz y bo'yicha xususiy hosil olishimiz kerak. Ya'ni mana bu y o'zgaruvchi bo'yicha xususiy hosil olishimiz kerak bo'ladi. Faqat y bo'yicha oladi, boshqalarga qaramaymiz. Chunki bizdan so'ralgan narsa faqat y bo'yicha xususiy hosil so'raladi. Mabodo agar mana bu yerda x turgan bo'lsa, x bo'yicha olgan bo'ladi. Tushunarlimi? O'shanga e'tibor berishimiz kerak. Hozir buni qanaqa olishimizni o'rgataman. Endi qarasak, mana bu yerda z funksiyamizga hozir ikki xil yo'lda olsak bo'ladi. Birinchi murakkab funksiyadan hosil olganda olsak ham bo'ladi, ikkinchisi elementarga olsak ham bo'ladi. Xohlasangiz ikkala usulda ham ko'rsatishga harakat qilaman. Birinchi usul deb qo'yaylik. Birinchi usul. Z teng 3 darajasi sinus x, y darajasi y deyiladi. Tushunarlimi? Qarang, mana bu narsani nima deb olish ham mumkin? Mana bunaqa holatda berish ham mumkin. Z dan mana bunaqa x deb qo'ysa, mana bu ikkalasi teng bir-biriga. Tushunarlimi? Mana bunaqa holatda so'rash ham mumkin. Mana bu holatda kelib x turgan bo'lsa, o'sha xususiy hosil x. Hozir bizda y so'ragan-ku, mana bu yerda y. Qaysi uchun xususiy hosil desa, mana endi x-da y yoki x kelsa, mana shu xususiy hosillarni yozamiz. Tushunarlimi? Keyin bakada mana hosillarni belgisi sifatini mana bunaqa qilib qo'yish ham mumkin. Agar mana bu belgisi kelmasa, mana bunaqa holatda kelsa, demak bu xususiy hosillarni anglatadi. Ko'p holatlarda mana bu ishtirib o'sha hosillarni belgilanishi sababli o'sha hosila belgisi ham kelishi mumkin. Balki kelmasligi ham mumkin. Endi qarang, bizda mana shu ko'rinishdagi funksiya turibdi. Bizda mana shundan y bo'yicha xususiy hosillar so'rabdi. Z ishtirib y deymi yoki bo'lmasa, mana bu holatda o'zimiz z taqsim y ko'rinishda yozaman. Tushunarlimi? Endi qarasak. Mana bundan hosil olishim kerak y bo'yicha. 3 darajasi sinus x darajasi y. Hosila y bo'yicha, mana y bo'yicha. Mana hosil, tushunarlimi? Mana bu z mana bu z o'rnida bizda z ga o'shani qo'yganda mana bu ish tarafini y ni yo'qotib qo'yadi. Endi buni yozamiz kelizlarga. Endi bunda murakkab funksiyadan qanday hosil olamiz? Ya'ni darajali funksiyadan hosili. Birinchi navbatda darajali funksiyadan hosil olsak, nima qilardik? Mana bu darajasidan y bo'yicha hosil olib qo'yaylik, to'g'rimi? Keyin esa mana bu asos o'z holicha o'zi turadi va ln 3, ya'ni ln asos hosilada paydo bo'lib qoladi. Demak, nima bo'ladi? 3 sinus x darajasi y o'zi bo'ladi. Ya'ni darajali funksiyadan hosil olsa, keyin ko'paygan asosimiz ln bo'lib qoladi. ln 3. Tushunarlimi? Mana bu tenglikda mana bunaqa qilib qo'ying. O'tganligi bilinadi. Endi qarang.
va bizda nima qilaylik? Darajamizdan hosil qo'yaylik. O'sha darajali funksiyalar hosil olayotganligimizda biz darajadan hosil ko'paygan. Endi qarang, darajamizda bizda mana bu umumiy ifoda turibdi-da. Sinus x tarix x ning kichkina qavsda y-inchisi dan shtirih y bo'yicha hosil oladi. Tushunarlimi? Murakkab funksiyalar hosil bo'ladi. Ya'ni murakkab funksiyalar hosil bo'ladi. Bizning darajamizda ham qanaqadir bir funksiya hosil bo'ladi. Ya'ni bu y ga nisbatan bu ham qanaqadir bir ko'rsatkichli funksiya bo'lib qoladi. Ya'ni darajali funksiya. Mana bu qanaqadir y ga nisbatan konstant son desak, xuddi mana bunaqa holat hosil bo'lib qoladi. Demak, buni o'zi 3 darajasi sinus x ning y-inchisi ko'paygan ln 3. Endi qarang, mana bu sinus x imiz y ga bog'liq emas. Bunda nima qilamiz? Xuddi mana bu darajali funksiyalar hosil bo'lganda sinus x darajasi y o'z holatida bitta chiqaramiz. Tushunarlimi? Va asosimizdan ln deb qo'yamiz. Ln sinus x. Asosimiz y ga nisbatan konstant bo'lgani uchun ln paydo bo'ladi. Tushunarlimi? Ko'paygan bo'ldi, darajamiz y turibdi. Y dan hosilamiz bu 1 ga keldi, to'g'rimi? 1 ga o'zini yozmasak ham bo'ladi. Demak, mana shu umumiy bizda xususiy hosilasini so'ragan edi. Xususiy hosilamiz mana shu bo'ladi. Tushunarlimi? Mana shu bizga berilgan funksiyaning, ya'ni ikki noma'lum, ya'ni ikki o'zgaruvchiga bog'liq bo'lgan. Tushunarlimi? Ikki o'zgaruvchiga bog'liq bo'lgan funksiyamizdan y bo'yicha xususiy hosilasini so'rovdi. Biz o'shani topdik. Mana xususiy hosilamiz mana shu tartibda bo'lgan ekan. Tushunarlimi? Mana qarasak, mana bu yerda o'shani birinchi usulda qanaqa tartibda olinishini sizlarga tushuntirib o'tdim. Endi ikkinchi usulda buni o'zini elinlab yuboramiz. Kelinglar, mana bu ikkinchi usulni yozaman. Ikkinchi usul. Endi qarang, bu ikkala usulda ham, ya'ni borayotgan manzil aniq. Ikkalasidan bir xil natija chiqishi kerak. Tushunarlimi? Agar unda boshqacha natija chiqsa, bu degani qaysidir bir usul xato degani. Tushunarlimi? O'sha usul qaysidir xato degani. Lekin hozir ko'ramiz, agar bu yo'limizdan bir xil chiqsa, demak bu usulingizdan ikkalasi ham to'g'ri. Tushunarlimi? Ya'ni bitta misolda juda ko'p usullar orqali ishlasak ham bo'ladi. Tushunarlimi? Lekin bu usullar xato degani emas. Kimgadir bu usul qulay bo'lsa, kimgadir hozir bunisini yozaman, bunisi qulay bo'lishi mumkin. Xohlagandan foydalanish mumkin. Endi qarang, mana shu funksiyamizda z ni 3 sinus darajasi x ni y-inchisi. Endi qarang, bizda ikki tomonni ham elindirib olaman. Endi bu yerda hozir iloji boricha maydalab o'tishga harakat qilyapman, chunki vaqtimiz uni maydalashimiz uchun ancha ko'p vaqt talab qilib qoladi. Hosilalarni ko'pchilik bilsa kerak. Tushunarlimi? Bu asosan oliy matematika, ya'ni oliy universitetda o'qiydigan talabalar uchun asosan kerak bo'ladi. Tushunarlimi? Va matematikaga hozirdan qiziqayotganlar uchun ham bu ajoyib. Tushunarlimi? Chunki oliy matematikaga o'qiyotganlar, ya'ni o'sha talabalar asosan bu tushunchalarni, hosilalar, xususiy hosilalar ancha tushunchaga ega bo'lganligi uchun tezlashga urinib aytib. Endi qarang, mana buni ikki tomonidan belgilaymiz. Belgilasak, ln z teng ln 3 darajasi sinus x y. Tushunarlimi? Mana shu ko'rinishda bo'ladi. Endi qarang, bizda bilamizki, ln ya'ni 3 ln 3imizning darajasidagi mana bunimiz ln ning oldiga tushsa bo'ladi. Demak, qarang, ln z teng sinus x darajasi y ko'paygan ln 3. Tushunarlimi? ln 3. Endi qarasak, mana bu ln 3imiz bu qanaqadir bir konstanta son. Chunki konstanta son. Mana bu holat bo'lib qoldi, to'g'rimi? Endi qarasak, mana shundan endi y bo'yicha xususiy hosil olamiz. Tushunarlimi? Xususiy hosil olamiz. Bu qanaqa bo'ladi? Mana ln z deyman, shtirih mana bu yerga y qo'yaman. Xuddi shunaqa sinus x darajasi y ko'paygan ln 3 deymanda, bu tomoniga ham xuddi ikki tomonni ham bir xil. Bu tomonda nima qilgan bo'lsam, ikkinchi tomonni ham o'sha ish qilaman. Tushunarlimi? Endi biz bilamiz, ln funksiyadan hosilamiz nima deydi? Hosila taqsim z shtirih. Ya'ni biz qaysi bo'yicha olyapmiz? Y taqsim z. Bir taqsim o'zi tushadi.
Mana xususiy hosilalar bo'lgani uchun mana yuqoriga xususiy hosilalarni qo'yamiz. Xususiy hosila belgisi. Endi bu teng bo'ladi. Endi mana bundan hosil olamiz. Qarasak sinus x ni y-inchisi bo'ladi. X emas, sinus x ni y-inchisi. Tushunarlimi? Yuqoridagini bir xil misolda. Va bu konstanta son. Konstanta son bizga y ga bog'liq emas. Uni o'zi shunaqa xoslari shunaqa chiqarib qo'ysa, mana buni o'zidan hosil olsak, o'shani o'zi yetadi. Demak, qani ln 3 qani sinus x ning y-inchisi sinus x bo'ladi. Y ga bog'liq emas. Xususiy hosil olayotganda uni qanaqa konstanta oldik va mana bu yerda murakkab funksiyadan sinus x y-inchisidan qanday hosil olgansak, bu yerda o'sha hosil olamiz. Demak, sinus x ning y-inchisi bitta o'zi turadi va asosidan ln sinus x hosil bo'lib qoladi. Tushunarlimi? Endi mana shuni hosil qilib olamiz. Y ning o'zidan hosil olsak, bu 1 ga teng bo'ladi hosilasi. O'shaning uchun o'z holatda qolaveradi. Endi bizda mana bu shtrixni topib qo'yishimiz kerak. Z ko'paygan ln 3 sinus darajasi x darajasi y ln sinus x. Tushunarlimi? Mana shu holatga keldi. Biz olgan hosilamiz mana shunga keldi. Endi qarasalaringiz, mana bu z funksiyamiz nimaga teng? Umumiy ko'rinish. Z funksiyamiz ko'rinishi mana bu, to'g'rimi? O'shani o'rniga borib qo'yib qo'ysak, bizga o'shani o'zi yetadi. Sinus y teng z ning 3 darajasi sinus x ning y-inchisi to'g'rimi ko'paygan ln 3 sinus x ning y-inchisi ln sinus x ko'rinishida bo'ladi. Mana biz hosilani oldik, ikkinchi tartibda mana shu tartibda xususiy hosilani olsak bo'ladi. Ya'ni mana bu bizga so'ralgan hosilamizni topdik ikki xil usulda. Tushunarlimi? Mana bu birinchi usul deyiladi, bu ikkinchi usul. Mana bu qatnashdi, mana bu qatnashdi, ln 3 qatnashdi, ln 3 qatnashdi. Sinus mana buni hosil qilib, y x darajasi tushunib qolmasin. Sinus x ning darajasi y ga qatnashdi. Sinus mana o'rtada ko'paytirilmaydi. Mana bu ham qatnashdi, bu ham qatnashdi. ln sinus x ham qatnashdi. Ya'ni hosilamiz mana shu tartibda ikki xil usulda olsa ham xato emas. Ya'ni kimga qaysi usul qulay bo'lsa, o'shanisidan foydalanishsa bo'ladi. Muhimi bu yerda qaralgan funksiyamiz ikki o'zgaruvchidir va mana bu holatda kelsa, bu xususiy hosila bo'ladi, to'g'rimi? Mana shu xususiy hosila deganini bilishimiz kerak. Hosilalar va xususiy hosilalarni ajratib olishimiz kerak. Va xususiy hosilalarni mana bu tartibda belgilashlikdan xato emas. Mana shu ko'rinishda belgilansa bo'ladi, mana bu ko'rinishda so'rasa ham biz tushunishimiz kerakki, xususiy hosilalarni so'rayotganligini. Tushunarlimi? Mana misollarimiz shu tartibda ishlanadi. E'tiborlaringiz uchun rahmat.